yurtimizda asosan darsimizni mustahkamlash uchun foydalanamiz. Bunda bo'shagan morojniy idishlaridan olamiz va ustiga mana bunday smaychalar yopishtiramiz. Buni ichida savollar bor. Doskaga chiqqan o'quvchi avvalo mana shu smaychadagi yuz mimikasini ko'rsatib beradi va ichidagi savollarni olib javob beradi. 6 ta o'quvchini taklif qilaman dostamizga. Marhamat. Tabassum ulashingizni istardim. Marhamat ustozlar. Sizlarni demak bugungi darsimiz davomida mana shunday shirin kayfiyat, chiroyli, xushchaqchaqlik tark etmasin. Bugungi darsni beramiz. Shuni yuzingizda ko'rsatib bering. Yaxshi. Ko'rsating smaychani. Smaychani. Mana qatnashaymi? Yuzini qisyapti. Oldin nimani yuzini? Smaychani. 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 Endi savollarga javob beramiz. Tugmalardan foydalanayotganimizda nima qilishimiz kerak? Tugmalardan foydalanayotganda albatta ularni yo'qolib qolmasligini hisobga olish kerak birinchi navbatda. Chunki u juda mayda bo'ladi. Bolajonlar og'ziga solib yutib yuborishlari ham mumkin. Barakallah, juda to'g'ri. Mehnat haqida maqol aytib bering. Mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroyli. Barakallah. Tugmalarni qanday turlarini bilasiz? Tugmalar metal tugmalar, plastmassa tugmalar va taxtali tugmalar. Xo'p, yoqishdan yasalgan tugmalar. Barakallah. Marhamat. Ustoz o'qiysizmi savolni? Yutuq bering. Yutuqda ikkita ustoz. Rahmat. Kim epchil, kim chaqqon degan metodimiz bor. Shuni qo'llab ko'ramiz. Har bitta guruhdan bittadan ishtirokchilarimiz chiqishadi va men sizlarga darsimiz amaliy bo'lganligi uchun kashtachilikka oid bo'lgan metodni qo'llaymiz. Ya'ni kim epchil, kim chaqqon metodi. Ya'ni biz ozgina matolar va igna ib beramiz va ishtirokchilarimiz bizga kashtachilikda foydalaniladigan, ya'ni zanjirchokni kim birinchi bo'lib bizga tikib berishadi. 3 minut vaqt beramiz. 3 minut vaqt davomida tikib berishadi va g'olib bo'lgan ishtirokchini taqdirlaymiz. 3 vaqt ketdi. Boshlaring. Buni bilar edim. Endi baholaydi. Mana ikkala guruhimizdan ishtirokchilarimiz biz bergan vazifani bajarishdi, ko'rishlaring mumkin. Men o'sha kashtachilikda ishlatiladigan zanjirchokdan foydalanishni aytdim. Boshida Nazokat opam suvchok boshlagandilar. Endi chok farqi yo'q deb o'ylabman. Keyin davom ettirib ketdilar. Bu ustozimiz mana zanjirchok qildilar. Kim g'olib? Hamma ishtirokchilarimiz qatnashishlari mumkin bu o'yinda. Haligi o'sha bolalarni sal bo'lsa ham jonlantirish, chalg'itish uchun oddiy nimada foydalanamiz. Endi qo'limda ikki xil rangdagi nimalar turibdi, shakllar turibdi. Men bu qizil rangli gulimizni ko'rsatganimda ishtirokchilar o'ng qo'llarini va yulduzchali sariq shaklini ko'rsatganda chap qo'llarini ko'rsatishlari kerak bo'ladi. Hozir o'yinimizni boshlaymiz, hamma ishtirok etaveradi. Qo'limda ikki xil shaklda turibdi. Xo'p, o'yinimizni boshladik. 1, 2, 3. O'yin qo'l, to'g'ri. Tezroq. Chap qo'l, to'g'ri. Hop, to'g'ri. Tezroq. Tez qilsak chalg'imizda tezroq yiqilamiz. Chap qo'l. Hop.
bilan keyingi ishtirokchilarimizni demak aniqlab olamiz. O'yinimizga keyingi ishtirokchilar aniq bo'ladi. Shu yutqizgan ishtirokchilar bilan keyingi o'yinimizni metodimizni davom ettiramiz. Murch. Yashang, ustasi olmagan. Hisob qo'yasiz. Keling, beravering. Qo'limga beravering. Demak, hid bilish qobiliyatingiz kuchli ekan, ustoz. Bunchalik emas. Hali istamaysiz pishirishni. Yorqin rasmga olib qo'ying. Hidlab ko'ramiz. Oshlarga solamiz, ustoz. Sira. Topdingiz, ustoz, ofarin. Qo'limga beravering. Voy. Ko'zi ko'rmaydi yonlarga rahmat. Hidlab ko'ramiz. Sira. Voy, aytib o'tdingiz, ustoz. Yashinchi urug'mi? Yashang, ofarin, ustoz. Buni hamma marinadga qo'shmaydi-ku buni. To'g'ri, endi go'shtlarimizda, marinadda, qiymalarda. Nima ekan bu? Давай, кашинcha emas, qatnasiz. Kashuncha urug'i. Mana ustoz. Ishlab ko'ring buni. Aytib qo'ysam topib olasiz lekin buni. Sedan emasmi? Ofarin, topdingiz. Miya qobiliyatini yaxshilaydi, ko'rish qobiliyatini ham yaxshi qiladi. Ko'zdan ham saqlaydi. Nima ekan? Imbir. Ofarin. Barcha davr bayroq. Ofarin. Faqat bugungi svetofor yasashimiz uchun kerak bo'ladigan jihozlarni ajratib olamiz. Ikkinchi metodimiz mana shu guruhlar yana bekor o'tirishmaydi. Qolgan bo'sh o'tirgan o'quvchilarimizga mana bu Arduino haqidagi ma'lumotlarni boshlamay turing, hozir shartni bir keng aytaman. Yana. Yordam beryapsizlar. Ikkinchi shartimiz bir qo'lingizda, qarang, qo'lingizda ruchka, bu asosan ko'proq doskada tayyorlashimiz kerak. Shartni aytibman o'quvchi. Qo'lingizda ruchka bilan, bir qo'lingizda shartni o'ynashtirib, ikkinchi qo'lda Arduino Uno uchun kerakli jihozlar, ya'ni kim ko'p yozish. Uno'dagi mana shu bizning jihozlar. Svetofor yasashdagi kerakli jihozlar. Ha, bir qo'lingizda sharingiz tushmay o'ynab turing. Hech narsa yozgani yo'q shekilli. Bo'ldimi? Bo'ldi. Svetoforlar, tabellar, marketing qiladi. Yashang. Va kompyuter. Kompyuter. 5 ta. Bu guruhimiz, mega guruhimiz. Birinchi o'rinda bizga Arduino, maket platasi, svetodiodlar hamda ulug'chi simlar. Agar biz Arduinomiz yo'q holatda bo'lsa, 9 voltli batareyalarimiz hamda mana bu 3 ishli har uchalasini ham yoqib beradigan svetchamiz, knopkalarimiz kerak bo'ladi. Mana bizga Men 8 ta ekan. USB kabel, Arduino Uno, keyin 5 chiroqchalar, keyin resistor soldik, tashqarida magnetli plata soldik, keyin mana bunda o'sha 3 ta rangni birdan chiqarib beradigan chiroqchamiz bor, shuni soldik. Yaxshi.
Biz kompyuterda qildikda batareyka qo'shmaymiz. Batareyka qo'shmasizlar, lekin sizlar ulug'chi ustidan qo'shibsizlar, Bizda yo'q ekan. bor, teng. Nega guruhimiz bor?